Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar so'ragan Voyage Couch'ni to'liq obzorini ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boring. Voyage Couch yagona bo'lgan O'zbekistonga mashinani polniy obzorini Prime Cars kanalida kuzatib borasiz. Buni Voyage'ning Spark yoki kichkinaroq crossover deb atasak ham bo'ladi. Uzunligi ozgincha so'ng plusdan kichkinaroq, ammo kichkina ham bo'lmaydi bu mashinani. Orqa jihatdan juda ham chiroyli ishlangan. Dizayni polniy keng, ruchkalari kirib chiqadi. Mashinamiz faqatgina elektr yuradi. Faqatgina elektr. Buni gibridi bo'lmaydi. Mana bu yoqlari qarang. Kojadan ishlatilgan. Mana bu yoqlar koja. Mana bu yoq plastmassa bu yog'i o'rtasi alkantara, bu yog'i esa napak koja. Shunaqa. Ichini ko'rib o'tamiz hozir. Undan oldin men sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Voyage Couch qayerda sotilgan va qayerda yaxshi sotiladi. Bu mashinamiz O'rta Osiyoda menimcha kamdan-kam uchratamiz. Masalan, Qozog'istonda, Tojikistonda bo'lishi mumkin, lekin kamroq. Ammo lekin Belarusiyada, Yevropaning qanaqadir shaharlarida ancha ko'p sotilgan bu. Arabistonlarda va boshqa davlatlarda kamdan-kam sotilgan mashina. Nima uchun bu modeli kamroq, Free'dan ko'ra kamroq sotiladi? Chunki buni dizayni menimcha ko'p kishiga yoqmay ketadi, mana bu yoqdagi dizayni, lekin bular ishlagani o'sha Mersga o'xshatib qilingan. Mana bu yoqlar shunaqa yonadigan. 2025 modelini kelganda biz sizlarga 2025 modelini ham ko'rsatamiz. Ancha chiroyli ishlab qo'yilgan. Bu yoqlari ko'rsalaringiz mana bu yoqdan ikkita aerodinamika uchun joy ajratilgan. Chunki bu mashina tokda 4-9 sekundgacha 100 ga chiqadi. Juda ham tez mashina. 400 ta och kuchi bor. Mana bu kapot ostida. Bu yoqlardan havo o'tkazib, mashina pastga cho'kadi va tezlanadi. Juda ham tez mashina, boshqarish ozgincha qiyinroq bo'lishi ham mumkin. Bezramishni oynalar ko'rib o'tirganlaringizdek, polniy ichini hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mashinani ichiga kirsak, minimal darajada ishlatilgan hamma narsasi bor. Qarang, bu yoqda head-up display Arhud, juda ham katta sensor, mana bu yoqgacha ko'rinadi. Bunisi kichkina tablochasi. Juda ham qulay, hamma zaryadini ham ko'rsatadi. O'sha korobka perdachalarni o'tkazilganini ham, boshqa hamma narsasini shu yerdan ko'rsa bo'ladi. Qaysi bagaj ochilganligi. Mana bu yoqda sentralniy ekran. Menimcha 25 dyumli. Yo'q, 25 emas, menimcha 15 dyumli monitor. Bunday qilsalaringiz Zikr X ga o'xshagan railsli, mana bu yerdan o'tadi, ketadi, orqaga qaytadi. Boshqarsalaringiz bo'ladi, 3 ta anaqa bilan. Bu yoqdan mashinani ko'rsalaringiz bo'ladi, o'chirib, anaqa qilib ekrandan boshqarasizlar hamma narsani. 160 kamerasi bor. Face ID'si bor. Mana bu yerdan Face ID. Cruise kontrollari, multimedialari, hamma narsasi bor. Mana bu yerda беспроводный zaryadkalarigacha bor. Xo'p, bunda pnevmo podveskasi bo'lmaydi, lekin ancha amortizatorlari yaxshiroq. Dizayni juda ham minimalistik, yuqorilari alkantara bilan ishlatilgan. Lyuki bor, основной. Mana lyuklari bor, panoramasi bor. Ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda bardachok. Orqasini ko'rib o'tamiz hozir. Yana bitta fishkalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda kamerasi har xil qo'l belgilari bilan sizlar mashinaga buyruq bersalaringiz bo'ladi. Mana bunday qilib, masalan, kamera ishlaydi. Sizni 3 sekund ichida kameraga oladi. Yana boshqa sistemadan o'zgartirib, parametrlardan o'zgartirib, boshqacha rejimlarga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi.
Xullas, hamma joyi mana bitta rusifikatsiya, ruscha qilingan. Chunki bu pozitsiyasi world pozitsiyasi, bu degani dunyo pozitsiyasi. 2024 boshqa ishlab chiqmaydi bundan. Boshqa hozir bunaqa pozitsiyada bo'lmaydi. Xo'p, orqasini ko'ramiz. Keling, orqasini ko'rib o'tamiz. Dinamikalari zo'r. Mana bu yoqda joyi bor. Anaqaga narsalarga. Deflektlarlari vobshe ishlab qo'yilgan, bombaviy. Bunday qilib o'zgartirsalaringiz bo'ladi. Xo'p, orqasi keng, kichkina deb bo'lmaydi, Spark deb ham bo'lmaydi bu mashinani, ancha-muncha kattaroq. Mana bu yoqda podlokotniklari bor, ochiladi mana bunaqa. Короче, buni taksiga olib ketsalaringiz ham bo'ladi. Masalan, taksi uchun yaxshi, juda ham keng ham emas, boshqarishga qulay. Elektr, основнойga elektr ko'chalarda hozir hamma joyda zaryad stansiyalari bor, qulay. Bemalol zaryadga qo'yasiz, полный ekonom ketaverasiz. Orqasini ko'ramiz. Orqasi mana bu yoqdan ochiladi. Boshqa voyoqlarga o'xshagan bu mashinamizga ham 4 ta yostiqchasi bo'ladi. Belga qo'yadigan, menimcha bo'lishi ham kerak. Zaryadchiki buni menimcha voyoqni o'zidan berilmagan. Chunki voyoqni o'zida voyoq deb beriladi. Zaryadchiki bor o'zida. Mana ichini ko'rsalarsiz, yana bitta целый bagaj ketadi. Keng, orqasi ham yaxshi ishlab qo'yilgan mashina. Xitoyda hozir 2025 modeli zo'r ketyapti bu mashinani. Menimcha o'sha kamchiliklarga urg'u berdi. 2024 ga mana qanaqa kamchiliklar bo'lsa, 2025 ga bu kamchiliklar oldini olindi. Bu mashina menimcha bu yil zo'r sotiladi. Narxi qisqasi, narx tushsa yoki ko'tarilsa, narx tushsa, ya'ni yaxshi ketiradi deb o'ylayman. Bunda основной Pirelli balonlar bor. Pirelli italyanskiy firma. Menimcha siz eshitgansiz bu balonlarda arzon emas bu balonlar. Qishda ham, yozda ham ishlatsa bo'ladi. R20 balonlari bor. Mashinamiz elektrda 570 km masofani bosa oladi. Ko'p kishi so'radi telefon qilib, friga o'xshagan bu ham gibridmi deb. Yo'q, bu to'liq elektr, 520 km tokda yuradi. BYD Songlarga o'xshagan. Keng. Narxiga kelsak, narxi hozir bozorda 32 mingdan boshlanyapti. Yana menimcha arzon bo'lib qolsa kerak. Menimcha 31,5 larga ham tushib qolsa kerak. Yana ko'ramiz 1 yilning ichiga qanaqa ko'tariladimi, tushiladimi. Nima deb o'ylaysizlar? Shu narxga arziydimi bu mashina yoki arzimaydimi? Dual motor, 4-9 sekund, mashina juda ham tez va mashinani dizayni ixcham qilib ishlangan. Keyingi epizodlarimizga boshqa voyoq brenddagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha podpiska bosishni va like va kommentariya bosishni unutmang.